Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bu galgi videomiz ko'pchilikka qiziq bo'lgan Romanov qo'ylar zoti haqida. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasiz degan umiddaman. Demak, videomizni boshladik. Romanov zoti eng qadimgi va eng keng tarqalgan qo'y zotlaridan biridir. Romanov qo'yi zoti o'tgan asrda dehqonlar tomonidan dag'al yungli qo'yni tanlash va urchitish yo'li bilan yaratilgan. Romanov zoti eng qadimgi va eng keng tarqalgan qo'y zotlaridan biridir. Romanov zotli qo'ylar kalta dumli qo'ylar guruhiga kiradi. Romanov zotli qo'ylarning tasniflari quyidagilardan iboratdir. Balandligi 70 cm, kuchli suyaklar va mushaklar, keng ko'krak qafasi, to'g'ri orqa, bir ozgina osilgan dumg'aza, kuchli tekis oyoqlari. Romanov qo'y zotlarining mahsuldorligi. Romanov zotli ona qo'ylardan 5 va undan ortiq qo'zi olinadi. Romanov qo'ylarining asosiy mahsuloti po'stinbob teri va go'shtdan iboratdir. Ko'pgina mutaxassislarning fikriga ko'ra eng yaxshi terilarning 5-6 oylik Romanov qo'zilaridan va 9-10 oylik go'sht uchun so'yilgan qo'zidan olinadi. Yosh qo'zilar 7-8 oyligida 35 kg, yetilgan qo'y 80-90 kg, sovliqlari 45-50 kg atrofida bo'ladi. Eng kattalar 90 kg gacha bo'ladi. 100 kunlik qo'zining og'irligi 20-22 kg keladi. Sepkuchlilik va tez yetiluvchanlik ushbu zotning mamlakatimizda urchitish uchun yaxshi sababchilari bo'lishi mumkin. Romanov zotli qo'ylar mavsumga qaramay 2 yilda 3 avlod berishi mumkin. Ushbu zot qo'ylar yuqori sutlilik bilan ham ajralib turadi. O'rtacha bir bosh ona qo'ydan 100 kun davomida 100-110 litr sut sog'ib olinib, sutning yog'lilik darajasi 7-8% ga teng. Romanov qo'y zotlarining yana bir e'tiborga loyiq jihatlaridan biri shundaki, yil davomida ko'payish qobiliyatidir. Qo'ylar yuqori mahsuldorlikka ega. Romanov qo'y zotlarini parvarishlash. Romanov qo'ylari uchun alohida parvarish talab etilmaydi. Qalin teri va qalin jun tufayli ular eng qattiq sovuqlarda ham o'zlarini qulay his qilishlari mumkin. Ular uchun zarur bo'lgan muhim qulay to'shama quruq, toza somon yoki pichan hisoblanadi. Romanov qo'y zotlari yilni hamma fasllarda doimiy ravishda ochiq havoda sayr qildirish ularda har xil kasalliklarni, stresslarni oldini olish, balki nasl berish va jun sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Boqishda, shu jumladan qishda qo'ylarga sho'rlangan ozuqa, ayniqsa silos va ildiz meva ekinlari berish tavsiya etiladi. Ammo har qanday holatda ham ratsionning asosi pichan va senaj tashkil etish kerak. Beda va dukkakli don ekinlari berish hamda maxsus ozuqaviy qo'shimchalar qo'shib berish ham yaxshi samara beradi. Mahsulotlarning asosiy turi qo'y terisi va jun ekanligini hisobga olib, Romanov zotli qo'ylarning ratsioniga unli ozuqalarni kiritish tavsiya etilmaydi. Bunda hayvonlar o'z junlarini osongina bo'yashlarga olib kelishi mumkin. Ushbu qo'ylarni iliq mavsumlarda juda yomon yaylovda ham boqish mumkin. Video yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling.